Sizlar bilan men chegaraman obunachilar, yaxshimisizlar? Ahvoli yaxshimi? Tuzumsizlar? Bolalar. Bugun biz mana bu yerdagi огородda nimadir qilib bo'lsa ham o'simlik qilishimiz kerak. Ungacha men ochlik shkolasini yoqa olmayman-da. Bolalar, meni instrumentlarim qani? Men bitta qana to'g'rilayman. Bitta emas. Peshkanchida bo'lmaydi. Buning ichidan bitta blok qilib qo'yish kerak. Ha, instrumentlarim singanmidi? Ya, sinmagandir. Bu dropper kim qo'ydi? Ya'ni moslamani. Bu nima bo'lishi mumkin? Bolalar, biz o'tgan safar mana shunaqa shakar qamish o'stirgandik. Ko'rib olasizlar. Bitta sindirsam, lekin joninglar polnichani qarab turibdi. Yo'q, hamma suvga ketdi-yu. Qani ikkitasi? Примерно suvga kirib ketdim. 11 ta bo'ldi. Suv yaqiniga ekish kerak buni. Ana qilib. Shmolik men bu yerga ekmoqchiman. Sal bo'lsa, g'alati bo'lsa ham огород chiqadi. Ko'ra shakar qamishlar mana bu quritib tashlasa bo'lar ekan. Xullas, bizda bolalar, bizda mana bu dropper qayerga kelib qolganini bilmaymiz. Ichida nimadir bormikan? Ichida instrumentlarim bor ekan. Lekin bular olmas ekan. Mayli, bu richakmi kerak? Menga richaklar yo'qadi. Mayli, bosamiz. Kirkam yo'qtilib chiqdi. Bu вообще-то qiziq ish ekan. Ishini narsalar tugadi. Hamma narsani sotdim. Ketmon olib ketib faqat. Ketmon olamiz endi. Hazil albatta, buni hammasini o'zim qildim. Ristovimni bilaman-da. O'rgatib qo'yishim mumkin. Kelinglar, ko'rsataman. Bitta aylanmalar joylardan qidirgandan ko'ra, ikkita dropper kerak bo'ladi. Craftini bir sera kerak. Mayli, bilmaganlar uchun ko'rsatay. Mana buni crafti. Ikki marta bosasizlar, dropper tayyor bo'ladi. Mana dropperlar. Vibratsiya ekan. Uyga teparo tarafiga ham qo'yib qo'yish kerak. Masalan, bu yerlarga qo'ysak zo'r bo'ladi. Mana oldim. Просто булыжник bitta richak asizlar. Redstone kerak bo'ladi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta redstone kerak. Ikkita vibratsiya kerak. Keyin richak bilan bunaqasiga bosasizlar, narsalar otilib tushiradi. Hozir uyda buni qurib ko'rsatib beraman. Mayli. Vaqt ketsa, mayli, hozir buni ko'rsatib beraman. Toshdan qilaymi yo shishadan qilamizmi? Shishadan qilamiz. Yo, to'xta. Shisha bo'tdi ekan. Bunga juda ham ko'p shisha ketadi lekin. Серьезно? Asab matkamsanlar, Ishq shu to'g'risi bo'lsa bo'ldi. Mana bulujniklardan foydalanamiz. Ana, redstone signal berdi. Endi buni xuddi shuni qaytarish kerak endi. Lekin albatta men buni buzib tashlayman. Bizda bunaqa g'alati emasmizda. Fakellarni ham tartibli qo'yish kerak endi. Uyimiz bor-ku, to'g'rimi?
Men uchun mana bu burchaklari mos turadi. Uy yorug' bo'ldi. Mana bu yoqqa ham ikkita qo'yamiz. Endi огород tarafga ham bitta ikkita qo'yib berish. Огород katta qilmaylar, hech qachon. Ishlar ko'paytiradi. To'lta ish ko'paytiradi ular. Eng muhim joy mana bu yerda qilmaganman men. Mana endi yorug'. Hamma joy yorug' turadi. Xuddi shu narsani endi bu tarafda qaytarish kerak. Примерно shu blokdan to'g'rimi? Yo'q, bu blokdan. Uchinchisiga. Da, примерно pa. So'ng yana signal beradi. Bu qanday ishlaydi? Bundoq qilasizlar, ikkita chekasizlar. Yo'q, yerga qo'ymaymiz. Bunisi yashasa turmaydi. Hech shunaqa qiladi bu. Bu taraf yopib qo'yolmayman-da. Bu taraf burchak emas. Вообще-da burchak qilib qo'ysak bo'ladi. Bitta chiziqda. Ha, bu tarafi. Shisha bilan o'raymiz. Qo'rqinchli ko'rinmasligi uchun. Shisha yaqinda tugaydi. Ko'proq shisha kerak. Bunaqa isrofgarchilikda shisha yetmaydi. O. Вот так. Yog'och yo'q, yog'och. Mana shu 12 tasi normal chiqadi menimcha. Bular nima? Redstone ta'sir qiladimi bularga? Necha minut bo'ldi? Voy, yetdimi? Mana olib turaylik. Bo'lmaydi. Buni qanaqa to'g'ri qo'yadi? Barchaga tomosha uchun Abdushrahmat, sizlar bilan cheater bo'ldi. Barchaga xayr.